Mana qizlar, bolalar asosini qanday chiqarishni ko'rsataman. Hozir birinchi bolalarni razmerini olamiz. Bo'yin aylanasini olamiz. Bu 5-6 yosh qizlarga moslab andoza qilganman. Razmer olganman, o'shani ko'rsataman. Bo'yin aylanasi 27, ko'krak aylanasi 62, bel uzunligi 28, ko'ylak uzunligi 50, qoshga qarab. Yeng uzunligi 42, qo'ltiq kengligi 8. Ana shuni endi hozir biz ko'ylakning uzunligi bilan ko'krak aylanani yarmisini chizib olishimiz kerak. Mana endi uzunligini qo'yib olamiz. Mana bu yerda 2 sm tashlayman. Santimetr tashlab chizib olaman. Ko'ylak uzunligini. Bizda ko'ylak uzunligi 50 ekan. Mana bu tomonga ham chizib olaman. Ixtiyoriy chizib olaman. Keyin ana endi bizga hozir ko'ylak uzunligi mana 58 chiqibdi. Kengligi esa ko'ylakning kengligi 62 ni 2 ga bo'lamiz. 62 ni 2 ga bo'lsak ko'krak aylanani 31 ga 3 ni qo'shamiz, harakat kengligini 34 bo'ladi. Ana shu 34 ni mana bunday qo'yib olamiz. Mana bu ko'krak aylanani yarmisiga 3 ni qo'shdik. Mana 34 Mana endi buni chizib olamiz. Men o'zi formula bilan bichmayman. O'sha kattalarga ham, kichkinalarga ham endi sizlarga dars o'tish uchun o'zim ham shu dars qilishimga to'g'ri kelyapti. Videolarni ko'rib, formulalarni o'rganib sizlarga oson variantini ko'rsataman. Mana bizga ko'ylakning uzunligi bu ko'krak aylanani yarmisi. Mana ko'krak aylanani yarmisi. Hozir buni teng o'rtani topamiz. Mana teng o'rta 34 bo'lsa agar o'zaga 17 bo'ladi yarmisi. Ana 17 ni topib olamiz. Mana topib oldik. Birinchi biz belgacha topib olishimiz kerak. Biz belgacha 28 ekan. Mana 28. Mana endi buni bel chizig'ini chizib olamiz. Mana bizga belimiz aniq bo'ldi. Mana bu bel chizig'i, bu yelka chizig'i, bu yoq etagi. Ana endi biz ko'krak aylanasini chizishimiz uchun o'sha nimani topishimiz kerak, ko'krak chizig'ini topishimiz kerak. Ko'krak chizig'ini topishimiz uchun mana shu bel bilan yelkani teng o'rtasini topib olamiz. 28 bo'lsa 14. Mana 14. Mana 14. Mana buni chizib olamiz. Ana bu bizga ko'krak chizig'i. Mana chizib oldik. Ana endi mana shu ko'krak chizig'igacha o'rtani chizib olamiz. Mana teng o'rtani topdik-ku. Shuni chizib olamiz. Mana chizib oldik. Mana. Ana endi biza bu orqasi, bu oldi. Ana endi bo'yin o'yinini topishimiz uchun bo'yin aylanasi kerak. Bizga bo'yin aylanasi 27 ekan. 27 ni 2 ga bo'lamiz. 13,5. Ana. 13,5 ni 3 ga bo'laymiz. 13,5 ni 3 ga bo'laymiz. 4,5 bo'libdi. 1 sm ni qo'shamiz, 5,5 bo'libdi. Ana bizga 5,5 qo'yayotganmiz mana bo'yin o'yinisiga. Mana 5,5. Bu yoqqa 2 sm tushirib chizib olamiz mana. Ana endi oldini ham xuddi shunday 5,5 ta qilib chizib olamiz. Mana bu yoqqa xohishga qarab 6-7 qilib avval shaklga chizib olamiz. Mana chizib oldik. Xo'sh, ana endi yelkani topishimiz uchun mana bu o'rta chiziqdan 4 ta bu tomonga, 4 ta bu tomonga mana belgilab oldik. Ana shuni to'g'ri qilib yoqqa chizishimiz kerak. Mana bu yer 13 ekan, mana bu yerdan bericha bu yog'ini ham mana shu 13 qilib belgilab olamiz. Mana bu yog'ini ham mana 13 qilib belgilab olamiz. Mana buni to'g'ri yelka chizig'igacha chizib olamiz. Mana chizdik. Mana bu o'rtadagi chiziqdan 4 ta bu yoqqa siljitdik. Ana endi yelkani 2 sm pastga tushiramiz. Bu tomonga 1 sm chiqamiz. Ana shuni yelkani tutashtiramiz keyin. Ana shu bitta chiqqan joygacha yelkani tutashtiramiz. Oldini ham xuddi shunday qilamiz. 2 sm tushiramiz, 1 sm tashqariga chiqamiz. Buni ham tutashtiramiz yelka bilan. Mana. Xo'sh, ana endi biz mana bu 14 shu turgan joyini mana bu chiziq bilan bu 14 ku. O'shani teng o'rtasini topamiz. Mana 7. Yana 7 ni teng o'rtasini topamiz. Mana bu 7 bo'lsa 7 ni ham teng o'rtasini topamiz mana. 3,5. Bu yo'g'ini ham o'rtasini topib olamiz. Mana bu yerdan bericha 7 ta bo'lsa 3,5. Ana topib oldik. Ana endi mana bu kunjakdan 2 sm 45 gradusga bu yoqqa chiqaramiz. Mana 2 sm mana nuqta qo'ydik.
nuqta qo'ydik. Ana endi mana shu mana 1 sm chiqqan joyimizdan mana bu teng o'rtani topgan nuqtamizga to'g'ri qilib tutashtiramiz. Ana endi mana shu nuqtadan bu nuqtaga tegirib, mana bu 2 sm chiqqan joyimizga tegirib, mana qo'ltiqdagi yetishimiz kerak mana. Bizga arqa proymi? Tayyor. Ana endi oldi. Oldini ham xuddi shunday qilib mana teng o'rtani topdik. Bu yoqdan 3,5, bu yog'i ham 3,5. Mana. Ana endi buni teng o'rtadagi nuqtadan yarim santimetr mana. Yarim santimetr ichkari kiramiz. Mana bu qo'ltiq tagidan mana bu orqaga 2 sm chiqdik-ku, 45 gradusga. A bunga esa 1,5 sm chiqamiz. Oldiga. 1,5. Mana. Ana endi ana shu nuqtalarni birlashtirib, bir kelishimiz kerak. Mana 1 sm bu yoqqa chiqqan joyimiz, yarimta ichkari kirgan joy. Mana bu nuqtaga tegib, mana bu 1,5 chiqqan joyimizga tegib bunga kelamiz. Buni mana bu yelka bilan mana bu nuqtani to'g'ri tushirsak ham bo'ladi. Ana endi bu yog'ini qo'l bilan aylantirib, mana bu nuqtaga tegirib, ana bizga proymasi tayyor bo'ladi. Ana endi bizga agar bel ingichka bo'lsa 1 sm beliga kirib, bu yog'ini nimaga fasoniga qarab, quyiladi fasoniga qarab adilashtirsak bo'ladi. Yoki qo'ltiq tagidan qiyalik beriladi etagiga. Trapeziya ko'ylakcha bo'lsa agar. Ana bu asos andoza bolalar, asos andozasi. Bu eng oson variantini men sizlarga ko'rsatdim. Ana endi yengini bichish uchun bizga yengini bichishimiz uchun yana biz o'zi formula bilan bichamiz. Mana bizga yeng 42 ekan. Mana uzunligini qo'ydik. Mana 40, 41, 42 bo'ladi. Uzunligini qo'yib oldik. Mana ikkita nimani chizib oldim. Ana endi biz hozir yengni uzunligi bor. Yengni kengligini aniqlashimiz uchun formula bilan ko'krak aylanani 3 ga bo'lamiz. Mana ko'krak aylana 62 ekan, 3 ga bo'ldik. 21 20,5 bo'ladi o'zi. 21 qilib olsak ham bo'ladi. 21 ga 2 ni qo'shamiz. 2 ni qo'shsak 23 bo'libdi. Ana endi kengligini 23 qilib olamiz. Ham oldi, ham orqasi bo'ladi bu. Mana 23. Buni ham chizib, korobkani taxlab olamiz. Mana korobka bizga tax bo'ldi. Pastini ham yaxshi ko'rinish uchun chizib olay. Mana qo'yish endi. Mana endi buni ham teng o'rtani to'pib olamiz. 23 bo'lsa agar 11,5 bo'ladi. Mana 11,5. Teng o'rtani topamiz va chizib olamiz. Mana chizib oldik. Ana endi bizga mana bu yengni kesib tashlanadigan joyini, yeng balandligini topishimiz uchun bizga ko'krak aylanani yarmisi kerak bo'lar ekan. Ko'krak aylanani yarmisi 31, 4 ga bo'lasak 8,5 bo'libdi. 8,5 ni mana shu joyga qo'yib olamiz. Mana 8,5. Bu yoqdan ham 8,5 ni qo'yib belgilab olamiz. Chizib olamiz. Bu bizga qirqilmaydi-yu, faqat o'sha yengni balandligi. Ana endi mana shu kunjak bilan mana shu yerni birlashtirib olamiz. Mana birlashtirdik yengni chiqarishimiz uchun. Qo'yish. Ana endi mana bu yengni, bu orqasi, bu oldi. Mana endi buni teng o'rtani topamiz. Mana 14 ekan 7, 3,5. Bu yog'i yana 3,5 bo'ladi. Bu tomonni ham oldini ham xuddi shunday qilib teng o'rtani topib olamiz. 14 ekan 7, 3,5. Bu yog'i ham 3,5 bo'ladi. Mana nuqtalarni topib oldik. Ana endi orqasi yengni orqasi mana bu birinchi pastdagi nuqtadan 0,5, mana bu tomonga mana 0,5 belgilaymiz. Mana endi mana bu o'rtadagi nuqtadan ham 0,5 belgilaymiz. Mana 0,5 belgilaymiz. Ana endi tepadagi eng balanddagi nuqtadan 1,5 santimetrni belgilaymiz. Mana 1,5. Mana belgiladik. Ana endi mana shu yerdan shu nuqtalar bilan birlashtirib bu yerga kelamiz. Mana bu tepadagi nuqtadan 1,5 ko'tardik, o'rtadagidan 0,5 santimetr tepaga bu yerga chiqardik, pastdagi nuqtadan 0,5 santimetr ichkari kirdik. Ana shularni endi birlashtirib olamiz. Mana bizga orqa tayyor bo'ldi. Ana endi oldi nuqtasi 1,5 santimetr tepaga, mana 1,5. Mana bu nuqtadan 1,5 ta tepaga ko'tarildik. Bunisidan esa 1,5 ta ichkariga. Pastdagi nuqtadan 1,5 ta ichkariga. Bu o'zini joyiga qoladi. Ana endi shularni hammasini birlashtirib bu yerga keltiramiz. Mana bundan 1,5 ta ko'tardik, bu joyiga qoladi, bu yerdan 1,5 ta ichkari kirgizdik. Ana endi chizamiz.
Bizada keng tayyor. O'zgina beri xato ketdi. Ana endi bizaga yengni bilagini aylanasini o'lchaymiz. 16 bo'lsa agar mana 8 ta bu tomonga, 8 ta bu tomonga, mana belgiladim 8 ta bu yoqqa, 8 ta bu yoqqa. Ana endi qo'ltiqtay bilan birlashtirib olamiz. Mana. Ana bu bizaga yeng. Mana formula bilan men sizlarga tushuntirishga harakat qildim. Videoni yaxshi qayta ko'ringlar, andoza taxlab, o'zlaringizga olib qo'yinglar. Ana bu darsimizga shu andozadan ko'ylakcha bichib tikishni ko'rsataman.